Bugun men pensiyasi kartaga tushadigan har bir inson uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Ayniqsa ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki o'zingiz pensiya kartasidan foydalanayotgan bo'lsangiz. Bu gaplarni oxirigacha eshiting. Chunki banklar ayrim holatlarda pensionerning kartasidagi pulga kartasidagi nisbatan cheklov qo'yishi, yechib olishni to'xtatish yoki operatsiyani vaqtincha bloklashi mumkin. Ko'pchilik buni bank pensiyamni bermayapti, kartamni yopib qo'ydi, endi pensionerlarga pul yechish taqiqlanibdi deb tushunadi. Aslida masalaning ichida bir nechta muhim sabablar bor. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi holatlarda bank haqiqatan ham pulni vaqtincha ushlab turadi va bunday vaziyatda nima qilish kerak? Bu ma'lumotni yaqinlaringizga albatta yetkazing. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'p odamning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avvallari pensionerlar pensiyasini asosan naqd pul shaklida olardi. Mahalla, pochta, bank kassasi yoki maxsus to'lov punktlari orqali pensiya berilardi. Kimdir uyga olib kelib berishlarini kutardi. Kimdir o'zi borib olardi. Bunday tizimda odam pulni qo'lga olgach, undan qanday foydalanishini bank ko'p nazorat qilmasdi. Pul naqd bo'lgani uchun karta bloklanishi, internet firibgarligi, masofadan o'tkazma, shubhali operatsiya kabi muammolar kamroq uchardi. Keyin asta-sekin pensiyalar bank kartalariga o'tkazila boshladi. Bu bir tomondan qulay, pul o'z vaqtida tushadi. Bankomatdan yechib olish mumkin. Do'konda karta orqali to'lash mumkin. Kommunal to'lovlarni uydan turib amalga oshirish mumkin. Lekin ikkinchi tomondan karta orqali pul aylanishi bank nazoratiga tushadi. Banklar mijoz mablag'ini himoya qilish, firibgarlikning oldini olish, noqonuniy operatsiyalarni to'xtatish va qarzdorlik bo'yicha qonuniy talablarni bajarish uchun ayrim amaliyotlarni cheklashi mumkin. Mana shu yerda ko'pchilik noto'g'ri tushunadigan joy bor. Banklar pensionerlarga pul yechishni taqiqladi degan gap har doim ham to'g'ri emas. Odatda umumiy taqiq bo'lmaydi. Lekin ayrim holatlarda bank pensionerlar kartasidagi operatsiyani vaqtincha to'xtatishi mumkin. Masalan, karta egasi shaxsan tasdiqlanmagan bo'lsa, karta boshqa odam qo'lida ishlatilayotgan bo'lsa, katta miqdorda shubhali o'tkazma qilinsa, qarzdorlik bo'yicha ijro hujjati kelgan bo'lsa yoki bank xavfsizlik tizimi firibgarlik alomatini ko'rsa, pul yechish va o'tkazish cheklanishi mumkin. Men buni juda sodda qilib aytaman. Pensiya sizniki. Lekin karta bank tizimi orqali ishlaydi. Bank tizimida esa qoidalar bor. Agar shu qoidalar buzilgandek ko'rinsa, bank avval operatsiyani to'xtatadi, keyin aniqlashtiradi. Muammo shundaki, ko'p pensionerlar bu jarayonga tayyor emas. Ular bankka borganida kartangiz bloklangan, ariza yozing, shaxsingizni tasdiqlang, ijro hujjati bor, telefon raqamingizni yangilang degan gaplarni eshitadi va vahimaga tushadi. Endi kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerakligini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi guruh pensiya kartasini o'zi ishlatmay, farzandi, kelini, nevarasi yoki boshqa qarindoshiga berib qo'ygan pensionerlar. Bu juda keng tarqalgan holat. Masalan, 72 yoshli otaxonning pensiyasi oyiga 1.200.000 so'm tushadi. U bankomatdan foydalanishni bilmaydi. Shuning uchun kartani o'g'liga beradi. O'g'li har oy pulni yechib beradi. Bir qaraganda muammo yo'qdek. Lekin karta orqali doim boshqa odam pul yechsa, ayniqsa turli joylarda, turli bankomatlarda kechki payt yoki tez-tez o'tkazmalar bo'lsa, bank tizimi buni shubhali holat deb ko'rishi mumkin. Bank uchun karta egasi otaxon, lekin amalda operatsiyani boshqa odam qilyapti. Agar bir kuni karta yo'qolsa, pul yechilib ketsa yoki otaxon men bu operatsiyani qilmaganman desa, bank tekshiruv boshlaydi. Shu sabab banklar karta egasining o'zi kelib shaxsini tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Bu pensionerga qarshi qilingan ish emas, balki karta egasini himoya qilish chorasi. Ikkinchi guruh telefon raqami o'zgargan, lekin bankdagi ma'lumotlarni yangilamagan pensionerlar. Hozir ko'p operatsiyalar SMS kod, mobil ilova yoki qo'ng'iroq orqali tasdiqlanadi. Masalan, pensionerning eski raqami 1 yil oldin yopilgan. Lekin bank bazasida hamon o'sha raqam turibdi. Pensiya kartasidan internet to'lov qilmoqchi bo'lsa, tasdiqlash kodi eski raqamga boradi. Agar bu raqam boshqa odamga qayta sotilgan bo'lsa, xavf yanada ortadi. Bank bunday holatda kartani vaqtincha cheklashi mumkin. Chunki mijoz bilan ishonchli aloqa yo'q. Uchinchi guruh kredit, aliment, jarima, soliq yoki boshqa qarzdorlik bo'lgan pensionerlar.
ko'pchilik shuni bilmaydi. Pensiya kartasiga pul tushgani uchun u har doim to'liq yechib olinadi degani emas. Agar sud qarori yoki ijro hujjati bo'lsa, bank hisobvaraqqa cheklov qo'yishi mumkin. Masalan, pensioner avval kreditga kafil bo'lgan, qarzdor kreditni to'lamagan, sud qarori chiqqan, ijro organidan bankka hujjat kelgan. Natijada kartaga 20 million 500 ming so'm pensiya tushadi. Lekin uning ma'lum qismi ushlab qolinishi yoki hisob bloklanishi mumkin. Odam bankka boradi va pensiyamni bermayapti deydi. Bank esa bizga ijro hujjati kelgan deydi. Bu yerda juda muhim nuqta bor. Pensiyadan ushlab qolish tartibi qonun bilan cheklanadi. Hamma pulni bir zumda olib qo'yish har doim ham mumkin emas. Lekin amalda xatolik, noto'g'ri hisob, ortiqcha blok yoki hujjatdagi chalkashlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensioner bunday holatda jim turmasligi kerak. Bankdan yozma ma'lumot so'rashi, ijro byurosiga murojaat qilishi, qaysi qarz bo'yicha cheklov qo'yilganini bilish kerak. 4-guruh kartasiga pensiyadan tashqari katta yoki tushunarsiz pul tushumlari bo'ladiganlar. Masalan, pensionerning kartasiga har oy 20 million 300 ming so'm pensiya tushadi. Lekin birdaniga 20 million so'm kelib tushdi. Keyin darhol boshqa odamga o'tkazildi. Yoki bir kunda 15 ta odamdan pul kelib, 10 ta odamga chiqib ketdi. Bank buni oddiy pensiya harakati deb qabul qilmaydi. Bu noqonuniy pul aylantirish, firibgarlik, qarz yig'ish yoki boshqa shubhali faoliyat alomati bo'lishi mumkin. Shuning uchun karta vaqtincha tekshiruvga tushadi. Men ko'p odamdan shunday savol eshitaman. Axir bu mening kartam, xohlagan odamidan pul olsam bo'lmaydimi? Bo'ladi. Lekin bank sizdan pulning manbasini so'rashi mumkin. Agar pul farzandingizdan yordam sifatida kelgan bo'lsa, buni tushuntirish qiyin emas. Agar uy sotilgan bo'lsa, shartnoma bor. Agar qarz qaytarilgan bo'lsa, yozishma yoki tilxat bo'lishi mumkin. Lekin hech qanday izohsiz katta pul kelib ketaversa, bank nazorati kuchayadi. 5-guruh firibgarlar qo'ng'irog'iga aldanib, karta ma'lumotlarini bergan pensionerlar. Bu bugungi eng og'riqli muammo. Firibgar qo'ng'iroq qiladi. Men bank xodimiman. Kartangiz bloklanadi. Kodni ayting deydi. Yoki pensiyangiz oshdi. Tasdiqlash uchun SMS kodni yuboring deydi. Ba'zan sizga kompensatsiya chiqdi. Davlatdan yordam puli bor. Karta yangilandi deb aldashadi. Pensiyoner ishonib karta raqami, amal qilish muddati. SMS kod yoki ilova parolini beradi. Pul yechilib ketgach, bank operatsiyalarini bloklaydi. Keyin odam bank taqiqlab qo'ydi deb o'ylaydi. Aslida bank pul qolgan qismini himoya qilish uchun kartani yopgan bo'lishi mumkin. Keling, hayotiy misol qilaman. Bir ayolning pensiyasi 920 ming so'm. Unga bankdanmiz deb qo'ng'iroq qilishadi. Sizning kartangizdan begona odam pul yechmoqchi. Hozir kodni aytsangiz biz to'xtatamiz deyshadi. Ayol kodni aytadi. 700 ming so'm yechib ketiladi. Bank tizimi keyingi operatsiyani shubhali deb ko'rib, kartani bloklaydi. Ertasi kuni ayol bankka boradi. U nega kartamni yopdingiz deydi. Bank esa sizning xavfsizligingiz uchun bloklangan deydi. Mana shu holatlarda tezlik juda muhim. Darhol bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilish, kartani bloklatish, ariza yozish kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar pensiyangiz kartaga muntazam tushsa, kartani o'zingiz ishlatsangiz, bankdagi telefon raqamingiz o'zingizga tegishli bo'lsa, katta shubhali o'tkazmalar qilmasangiz, qarzdorlik bo'yicha ijro hujjati bo'lmasa, siz uchun odatiy tartib davom etadi. Bank sizga har oy pensiyangizni bermaslikka haqli emas. Lekin kartangiz, hujjatlaringiz va bank ma'lumotlaringiz tartibli bo'lishi shart. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan holatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi, kasal, uzoq qishloqda yashaydi yoki bankka borishga qiynaladi. Bunday holatda farzandi yoki boshqa yaqin odam pensiyani olishda yordam berishi mumkin. Lekin buni og'zaki kelishuv bilan emas, qonuniy ishonchnoma orqali qilish kerak. Ishonchnoma bo'lsa, bank vakil bilan ishlash osonroq bo'ladi. Aks holda bank karta egasi qayerda nega o'zi kelmayapti deb so'rashi tabiiy. Ikkinchi nozik masala. Pensioner vafot etgandan keyin kartadan pul yechish. Bu juda jiddiy. Ba'zan qarindoshlar pul baribir oilaniki deb vafot etgan odamning kartasidan pensiyani yechib oladi. Lekin bank va davlat tizimlari vafot holatini aniqlagach, bunday mablag'lar bo'yicha savol tug'iladi. Ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shu sabab yaqin inson vafot etsa, pensiya kartasidan foydalanishni davom ettirmaslik, tegishli tashkilotlarga xabar berish
va meros tartibini kutish kerak. Uchinchi nozik masala karta muddati tugashi. Karta ustida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Masalan, 0526 degani karta 2026 yil-may oyigacha amal qiladi. Muddati tugasa pensiya hisobga tushishi mumkin. Lekin karta orqali pul yechish ishlamasligi ehtimoli bor. Pensioner banka borib yangi karta olishi kerak. Ko'pchilik buni taqiq deb tushunadi. Aslida bu oddiy texnik jarayon. Shuning uchun karta muddatini oldindan tekshirib yuring. 4-masala bankomat limiti. Ba'zan pensioner 2 million so'm yechmoqchi bo'ladi. Bankomat esa bir martada 1 million so'mdan ortiq bermaydi. Yoki kunlik limit bor. Odam bank pulini taqiqlabdi deb o'ylaydi. Aslida limit xavfsizlik va bankomatdagi naqd pul tartibi uchun qo'yilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pulni bir necha marta yechish, kassaga murojaat qilish yoki bank ilovasida limitini tekshirish kerak. 5-masala pensiya tushgan kuni bankomatlarda pul tugashi. Pensiya ommaviy tushgan kunlarda ko'p odam birdaniga naqd pul yechadi. Ayrim bankomatlarda vaqtincha naqd pul tugab qoladi. Bu kartaga taqiq qo'yildi degani emas. Boshqa bankomatni sinab ko'rish. Biroz kutish yoki bank kassasiga borish mumkin. Lekin bu yerda komissiya masalasini ham tekshirish kerak. O'z bankingiz bankomatdan yechish bilan o'z bankingiz bankomatidan boshqa bank bankomatidan yechish shartlari farq qilishi mumkin. 6-masala. Plastik karta va bank hisob varag'i bir xil narsa emas. Pensiya avvalo bank hisob varag'iga tushadi. Karta esa shu hisobga kirish vositasi. Agar karta bloklangan bo'lsa, bu har doim ham pul yo'q degani emas. Pul hisobda turishi mumkin. Banka borib pasport bilan kassadan olish yoki yangi karta ochish mumkin. Shuning uchun kartam ishlamayapti degan holatda birinchi savol: hisobdagi pul bormi? Karta bloklanganmi yoki hisob varaqning o'ziga cheklov tushganmi? Mana shu farqni bilish muammoni tez hal qiladi. 7-masala bank xodimi nomidan keladigan soxta xabarlar. Hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Karta PIN kodini ham so'ramaydi. Agar kimdir aytmasangiz pensiyangiz to'xtaydi desa, bu firibgarlik belgisi. Bankning rasmiy raqamini kartaning orqa tomonidan yoki bankning rasmiy saytidan toping. İnternetdagi tasodifiy reklama, Telegramdagi noma'lum kanal yoki begona odam yuborgan havola orqali karta ma'lumotlarini kiritmang. 8-masala bir karta orqali butun oila pul aylantirishi. Ba'zan farzandlar onasining yoki otasining pensiya kartasidan o'z ishlarida foydalanadi. Masalan, savdo qiladi, mijozlardan pul qabul qiladi, qarz olib beradi. Bu juda xavfli. Pensiya kartasi pensionerning shaxsiy ehtiyoji uchun. Agar u karta orqali tijoratga o'xshash muntazam kirim-chiqimlar bo'lsa, bank savol berishi mumkin. Eng yomoni, firibgarlik yoki qarzdorlik chiqsa, javobgarlik karta egasi nomiga keladi. Pensioner esa men bilmaganman deb qiynalib yuradi. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, pensiya kartangiz kimning qo'lida ekanini tekshiring. Karta o'zingizda bo'lsin. Agar yoshi katta ota-onangizning kartasi sizda bo'lsa, bu ishni to'g'ri rasmiylashtiring. U odam bankka bora olsa, birga boring, telefon raqamini yangilang, SMS xabarnomani yo'qing. Kerak bo'lsa, ishonchnoma masalasini so'rang. Agar bora olmasa, notarial ishonchnoma yoki bankning masofaviy xizmat tartibi haqida bilib oling. Ikkinchi qadam, bankdagi telefon raqamini yangilang. Buning uchun pasport yoki ID karta bilan bank filialiga boring. Mening kartamga ulangan telefon raqamini tekshirib bering, kerak bo'lsa yangilang deb ayting. Agar pensionerning telefoni oddiy tugmali bo'lsa ham, raqam o'z nomida va ishlaydigan bo'lishi kerak. SMS kelishini tekshirib ko'ring. Raqam boshqa odam nomida bo'lsa, keyin muammo chiqishi mumkin. 3-qadam, kartadagi operatsiyalarni kuzatib boring. Har oy pensiya tushganini, qancha yechilganini, qaysi to'lov qilinganini tekshirish odat bo'lsin. Agar pensioner ilovadan foydalana olmasa, ishonchli farzandi yordam bersin, lekin karta paroli va SMS kodni hamma biladigan holatga keltirmang. Har bir kirim-chiqim tushunarli bo'lsin. Begona pul tushsa, darhol kimdan kelganini aniqlang. 4-qadam, qarzdorlik bor yo'qligini tekshiring. Agar kartdan pul ushlab qolinsa yoki hisob bloklansa, bankdan og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi tashkilot hujjati asosida cheklov qo'yilgan? Hujjat raqami qanday? Qaysi ijrochi mas'ul deb so'rang. Imkon bo'lsa, yozma ma'lumot oling. Keyin ijro organiga boring yoki rasmiy aloqa kanallari orqali murojaat qiling. Men pensionerman. Pensiya kartamga cheklov qo'yilgan.
qarzdorlik asosini va ushlab qolish miqdorini tushuntirib bering deb ariza yozing. 5-qadam, agar karta bloklangan bo'lsa, vahima qilmang. Avval bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. O'zingizdan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni karta. Va telefon raqamingiz va kerakli hujjatlarni oling. Bankka borganingizda kartam nega bloklanganini, hisob varag'imda pul bor yo'qligini va blokni yechish tartibini yozma yoki aniq tushuntirib bering deb ayting. Agar sabab xavfsizlik bo'lsa, shaxsingiz tasdiqlangach karta ochilishi yoki yangisi berilishi mumkin. 6-qadam, firibgarlik bo'lsa, vaqt yo'qotmang. Karta ma'lumotini aytib qo'ygan bo'lsangiz, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklating. Keyin bank filialiga borib ariza yozing. Agar pul yechilgan bo'lsa, ichki ishlar organlariga ham murojaat qiling. Arizada qachon qo'ng'iroq bo'lgani, qaysi raqamdan bo'lgani, nima deb aytgani, qancha pul yechilgani, SMS xabarlar va cheklarni ko'rsating. Telefoningizdagi yozishmalarni o'chirmang. Bu ma'lumotlar tekshiruv uchun kerak bo'ladi. 7-qadam. Katta pul o'tkazmalari bo'lsa, hujjatini saqlang. Farzandingiz sizga 5 million so'm yordam yuborsa, bu oddiy holat. Lekin uy-joy, mashina, qarz, meros yoki boshqa katta mablag' bo'lsa, hujjat bo'lishi kerak. Shartnoma, tilxat, notarial hujjat, bank cheki. Pul manbasini ko'rsatadigan yozuvlar keyin sizni ortiqcha savollardan himoya qiladi. 8-qadam, pensiya kartasini tijorat uchun ishlatmang. Agar oilada kimdir savdo qilsa, alohida hisob yoki alohida karta ochsin. Pensionerning kartasiga mijozlardan pul yig'ish, qarz aylantirish, internet savdo to'lovlarini qabul qilish xavfli. Bu karta pensiya va shaxsiy xarajatlar uchun qolishi kerak. Shunda bank nazorati paytida hammasi tushunarli bo'ladi. 9-qadam, karta muddatini, PIN kodini va limitlarni oldindan tekshiring. Karta muddati tugashiga 1-2 oy qolganda bankka murojaat qiling. PIN kodni qog'ozga yozib kartaning yonida saqlamang. Bankomatda pul yechayotganda begona odam yordam berishini taklif qilsa ehtiyot bo'ling. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa yoki bankomatdan foydalanishga qiynalsangiz, ishonchli yaqin inson bilan boring. Lekin baribir PIN kodni ovoz chiqarib aytmang. 10-qadam, har qanday muammoda yozma iz qoldiring. Og'zaki gap unutiladi. Ariza yozilsa, raqam beriladi, javob muddati bo'ladi. Bankka murojaat qilganda arizangiz nusxasini yoki murojaat raqamini oling. Agar muammo hal bo'lmasa, yuqori tashkilotlarga murojaat qilish osonlashadi. Men har doim shuni maslahat beraman. Pensionerning huquqi bor. Lekin huquqni himoya qilish uchun hujjat kerak. Bugungi asosiy gap shuki, pensiya kartaga tushgani uchun odam o'z pulidan ayrilib qolmaydi. Lekin banklar xavfsizlik, qarzdorlik shaxsni tasdiqlash, shubhali operatsiyalar va hujjat talablari sabab ayrim holatlarda kartani yoki operatsiyani vaqtincha cheklashi mumkin. Buni oldindan bilgan odam vahimaga tushmaydi. To'g'ri joyga boradi. Kerakli hujjatni ko'rsatadi va muammoni tezroq hal qiladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyani kartaga olsangiz, bugunoq 3 narsani tekshiring. Karta kimning qo'lida? Bankdagi telefon raqami to'g'rimi? Qarzdorlik yoki blok yo'qmi? SMS kodni hech kimga aytmang. Kartani begona odamga bermang. Katta pul o'tkazmalarini hujjatsiz qoldirmang. Sizda ham pensiya kartasi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Bank kartani bloklaganmi? Pul yechishda qiyinchilik bo'lganmi? Yoki ijro hujjati sabab pensiyadan ushlab qolinganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiyasi kartaga tushadigan barcha yaqinlaringizga albatta yetkazing.